Axir uylanadigan bo'ldingmi? Bechora qiz rosa qiynalgandi. Sanada ishdan ketgandi. Ozgincha tushunmovchilik bo'lgandi-da. Agar charos bo'lib qolsa, voy o'lay. Balki yana tushuntirib berarsan nima bo'layotganini. Suhroba, sen ham aybdorsan. Balki Alloh sen sho'rban jazolayotgandir. Agar o'sha haydovchi yoningizga kelib sizdan kechirim so'rasa, uni kechirarmidingiz? Muolajangiz o'g'limga yaxshi ta'sir qilayotganga o'xshayapti. Ha, o'zlari ham o'zim ancha yaxshi his qilyapman dedilar. Qizim, sizga ba'zi narsalarni ishonib gapirsam bo'ladimi? Bemalol gapirsangiz bo'ladi. Menimcha siz buni bilishingiz kerak. Aslida hamma narsa siz ko'rayotgandek emas. Tushunmadim. O'g'lim kelinim bilan ajrashayotgandi. Suhrob bir qiz bilan ilakishib, ularning hayoti buzilib ketgandi. Bir qiz bilan? Ha, balki o'g'lim bularni sizga aytgandir.